Antibiotik bo'lsa, u qanaqa qilib razriv tushirmaydi, unaqa narsa yo'q. Biz homiladorlarga nima tavsiya qilamiz? 37-haftasida olivkoviy maslo bilan tampon qilishni tavsiya qilamiz. O'shanda u demak terini elastikligini oshirib beradi. Ana o'shanda razriv tushmaydi. U kimdandir bitta narsa eshitib qilmaymiz. Mana kecha bitta patsient keldi, bittasi bitta narsani tavsiya qilibdi, tuxumdoni yorilib ketibdi. Bunaqa ish kerak emas. Doktor masala, tim bo'li katta srok homiladorsiz. Antibiotik nimaga kerak bu srokda? Keragi yo'q. Tim bo'li u allergiya beribdi. Eslab qoling, metronidazol sostavli antibiotiklarga allergiyangiz bor ekan. Hozir endi boshqa narsa tushuntirib beraman. O'sha eng protsenti baland olivkoviy maslo bo'ladi. Apteka anaqalarda, korzinkalarda. O'sha foizi baland, qimmatrog'ini olamiz. Bitta kichkina bankachaga solib qo'yamiz o'shani. Aptekadan sterilniy tampon sotib olamiz. O'sha sterilniy tamponni yog'ni ichiga tashab qo'yamiz. Tashqi jinsiy lablarni yaxshilab o'shan bilan massaj qilamiz, oraliq sohasini yirtilmasligi uchun. Mana bu qorin sohasida mana bu yerda terilar yirtilgan, striyalar tushdi. Bo'tga ham yaxshilab surish kerak, qorin chiqishi boshlagan paytda. O'shanda terini elastikligini oshirib beradi. Mana bu oraliq sohalari yirtilmaydi. Faqat bu narsani 37 haftadan boshlab qilsak, to tug'gunimizcha har kuni erinmasdan kechasi o'sha tamponni, sterilniy tamponni maslaga botirib qo'yib, ertalab olib tashlaymiz. U qinni devorlarini elastikligini oshirib beradi. Mana bu sonlarga striyalar tushyapti, ana o'shalarni qilish kerak. O'zimizdan o'zimiz u antibiotiklarni qo'llashimiz